Agar uyingizni kundan kunga tarakan bosib ketayotgan bo'lsa, qimmatga dezinfeksiyachilarni chaqirib o'tirmang. Atigi 1400 so'm bilan 10-15 yilgacha tarakanlarni qirib tashlaydigan dori tayyorlashni ko'rsataman. Tashavvuriladigan одноразовый idishga suvda qaynatilgan 2 tuxum sarig'ini maydalab sovulamiz. Aptekada donasi 700 so'mdan shunaqa borniy kislota sotadi. Bitta tuxum sarig'iga bitta, ikkita tuxum sarig'iga ikkitasini solib, maydalab qo'limiz bilan ezib tashlaymiz. Tayyor dorini oshxonangizdagi bolalarning qo'li yetmaydigan kuxnya, gaz, kirmoshina, xolodilniklarning orqa tarafiga maydalab sepib chiqamiz. Agar domda tursanglar, pollarni shunaqa ochilib qolgan joylariga ham solib chiqish esingizdan chiqmasin. Pastdagi qo'shningizni tarakani ham siznikiga chiqa olmaydi. Ishoninglar, bu usulda tarakanlar ancha yilga qirilib, uyingizga qaytib umuman kelmaydigan bo'lib ketadi. 3-4 kundan keyin ajalidan 5 kun burun tarraday qotib bo'layotgan tarakanlarni uyingizdan bitta sipirib tozalab olib, Viledana Turbo Smart shvabralarda uyingizni polini bitta yaraqlatib artib qo'ysangiz, bu zarar kunanda hasharotlar sizni qaytib bezovta qilmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, tarakandan qo'rqadigan tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'ying.